Salom qo'chim, Abdushkur. Qanday, qiyin bo'lmadimi? Yaxshimi? Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Hammasini shu o'rgatganingizdek qildim. Shu o'rgatganingiz asosida bajarib, imtihon topshirib, hammasidan o'tib, yaxshi natija ko'rsatib chiqib keldim. Nima qiyin bo'ldi? Nima baldingiz bo'ldi? Mana shu birinchi boshlanishda disiplinada piyoda o'tish joyida 1 metrdan oshiqroq rasstaniyada to'xtab qo'ydim. Shunga shikka qildim. Keyin shu zadniy parkovkada, orqa parkovkada chiqib o'tganimda shu sariq polosani bosib qo'ydim. Oqqacha ketmadi? Yo'q, oqqacha ketmadi. Sariqni o'zi 20 oldi o'sha? Sariqni o'zi 20 oldi. Keyin 2 minutdan oshib ketganligi uchun vaqt parkovga qo'yganim uchun o'shani jarima oldi. Bo'ldi. 2 minutda bo'lish kerak. 2 minutda bajarib olish kerak. Hisoblasam, mana kirganingizdan o'sha yetakka o'sha paytdan boshlab hisoblab boshladik. Qolgan ball minus bo'lmadi? Yo'q, minus bo'lmadi. Favoritlikda, hammasi aytgan joyingizda to'g'ri. Marga qotganda o'tib qolmaysizmi? Yo'q, marga qotganda o'tmadi. Oldingizda mashina buzilib qolib, vaqtdan olib nima bo'lmadimi? Yo'q. Umuman oldimda mashina bo'lmadi. Keyin bolalarga nima deysiz endi? Nima motivatsiya berasiz? Maqsad, nima kamchiliklarga yo'l qo'ymasdan? Keyingi yoshlarga shu imtihonlarga yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, iloji boricha ustoz davomida ustoz o'rgatganlari bo'yicha hammasini to'g'ri bajarib o'rgansa, o'tib ketarkan. Unaqa qiyin joyi yo'q ekan. Ustoz hammasini ustoz aytganlaridek, o'rgatganlaridek bajardik. Mana imtihonlarda yaxshi natija ko'rsatib o'tib chiqdik. Omadingiz bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlarda haydang. Rahmat, sizlar o'rgatgan bilimlaringizga rozi bo'ling, ustoz. Sog' bo'ling. Rahmat.